Assalomu alaykum. Kanalimizga obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib boradigan aka-ukalar. Qo'y chorva ishqibozlari va mana bunday ona bola ishqibozlar. Akalar, bugungi videomizga bir dehqon akamizdan ona bolalarni boqib turgan ona bolalarni sotuvga chiqarish boshladik. Xudo xolasa shularni sizlarga qo'ldan kelgancha obzorini chiqarib berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like, tirs bosib kanalga obuna bo'lib turasizlar. Soni 40 boshga yaqin. İçida mana bitta qo'chqorda haqiqiy lideri bor. 1 metrga yaqin. Bollari 34 dona. Onalari ham 34 dona. Hammasi yakkadan 11 tasini bolasi sovliq qolgan qo'chqor. Mana ovozlarni bir eshitib qolsizlar. Yaylovda mana dehqon mana bog'da yurib qo'ygan ona bolalar. Haqiqiy go'zallar ona bolalar. Onalarni qaranglar. Mashalloh, obunachilar. Bittadan like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yishni tashmasin. Narxlari o'ta ham yengil mana qo'ylar qarang. Haqiqiy go'zallari, liderlarni olaman degan akalarimizga aloqa chiqarasizlar. Buni onalarini qarang. O'ta ham katta haqiqiy gigantlari yetib kelgan. Qo'ylar qaranglar. Hisorini tozalaridan yuzlardan mana jonivorlar. Qo'zlar qaranglar. Mashalloh, obunachilar mana. Sog'lomini, ishonchligini olaman degan akalarimizga Faldinista qilib jo'natib qo'ramiz. Qo'ylar qaranglar. Mashalloh. Hozir dehqon akamiz o'zini ham chiqaramiz degandik, sal vaqtlari yo'qroq ekan, shunga o'zimiz sizlarga qo'ldan kelgancha obzorni qilib beraveramiz akalar. Qo'zlar qaranglar. Mashalloh. Narxlari nima aytdilar? Sotuvga chiqaramiz deyishdi, chaqirishdi. Xudo xolasa kanalimiz yangi. Bittadan like bosib, shu kanalda yangi ko'ryapti turganlar, bittadan obuna ham bo'lib qo'ying. Xudo xolasa kanalimizning rivoji uchun. Shunaqa qo'ylarni zo'rlarni sizlarga chiqarib berishga qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Onalari ham o'ta ham semizli variantlardan ekan, bolasini ham ajrata bo'ladigan bo'lib qoldi. Qo'ylar qarang, o'zi pashti qo'y bo'lib qoldi bolalari ham. Bolalari ham bir 2,5-2 oylik atrofida ekan. O'zlari uyga olib kelib tug'diribdilar. Qo'ylar haqiqiy go'zallar ekan, jonivorlar. Soni 45 ga yaqin dedilar. Aniq soni esdan chiqib qoldi. Onalarining bo'yi 80 plus, 85-90 ligi ham bor ichida. Qo'ylar qaranglar. Jonivorlar haqiqiy yaylovda bog'ning ichida yurgan qo'ylar ekan. Ikki mahal chiroyli yemini yeb, mana shunday katta dala bog'da mana bunaqa o't beda ekan, bu ham oddiy o't emas ekan. Bedani yeb yurgan variantida obunachilar qo'ylar qaranglar. Mashalloh, hammamizga shunday qo'ylardan mingta, 200 mingta boqish nasib qilsin. Xudo xolasa havas qilganlar bittadan like bosib videoni oxiriga o'tiringlar. Narxini ham oxirida turamiz. Yosh oyliklar akalar, onalarining yoshlari qo'zidan tortib 6 tishgacha 8 tishi ham bor ekan. Lekin tish to'kkan, maydalagani yo'q ekan. Xudo xolasa ishonchlik yeb ichishga garantiyasi bor. Qo'ylar qaranglar. Mashalloh, jonivorlar. Mana qo'ylar qaranglar, jonivorlar. Mashalloh, ko'zni quvnatadi akalar. Xudo xolasa o'ta ham zo'rlari, liderlarni olaman deganlar, ekrandagi nomerga 24 soat aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa yeb ichishlariga akalar, uylaringga borganda bir hafta sinab o'rasizlar. Ichidan bitta ikkita olaman, bitta ikkitaga bo'lib yetadi degan yangi ro'zg'or akalarimizga ham sotilaveradi. Mana qo'yda qarang, jonivor, haqiqiy yafalovdim o'ta ham go'zallar ekan. Bizdan like bosib qo'ying. Xudo xolasa shularga ham shundan qo'ylardan 100 200 boqish nasib qilsin akalar. Mana qo'zlar qaranglar. Jonivorlar. Mashalloh. Haqiqiy dehqon akamizdan bugungi obzorimiz mana. Dalani ham shu bog'ni ham haqiqiy go'zalidan ekan akalar. O'tlar qaranglar. Yam-yashil. Salqin, taglari ham meva-chevalarni ekib qo'ygan ekanlar. Mana qo'ylar mana shu yettanma yemini yerkan, kirib ketar ekan bog'ning ichiga. Shu bilan kechki tomon yemini yeydigan payt o'z-sekin kiraverar ekan. Hozir qo'ylarimiz yo'qqa kirib ketib qoldi, jonivorlar. Qo'ylar qaranglar, hammasi bir joyga to'planyapti, jonivorlar. Haqiqiy go'zallar ekan bu qo'ylar qaranglar. Endi bularni hozir bitta ushab ko'rsataylik degani vaqtimiz yetmaydi. Telegramlari bor akamizni, o'zlari nomerlarini qo'yib qo'yamiz. Telegram hamma yo'q bor. Telefon qilsalaring bitta ikkita olaman degan akalarimizga ham sotilaveradi deyshti. Mana. Mana qo'zlar ovozlarini qaranglar, jonivorlar. Bular ovozidan men ovozim pastga yetmayapti.
Uni qo'chqorga bir alohida baho berib qo'yamiz. Haqiqiy o'sha o'zlari ham yaxshigina qo'chqor. Qirg'izistondan o'zlari olib o'tgan ekanlar. Zot yo'nalishiga deb, ha bularni bolalarni ajrataman deyaptilar. O'sha bolalarni ajratgandan keyin onalariga qo'shib qo'radi. Mashalloh, qo'zlar ovozlarga bir baho berib qo'yamiz akalar. Hop akalar, bulardan narxiga o'taman. O'zi video ham ozgina cho'zilib ketdi. Xabar bo'lmaysizlar, hatto kamchilikdan uzr so'raymiz. Narxiga keladigan bo'lsak, optimiga hammasini olaman deganga telefon qilsang narxini, haligi sonini aniqini ham aytib beraveradilar. Nechtaligini. Mana, qo'yinglar. Janovorlar. Assallohu like bosing. Son anig'ini men esimdan chiqib qoldi, o'zlaridan telefon qilib bilib olaverasizlar. Qo'ylarim haqiqiy go'zal. Akalar bulardan narxini hammasini optimga bir joyga olaman degan akalarimizga 8 million 500 ming so'mdan ekan atiga akalar. Buni qo'ylar qarang, onalarini o'zini bermaydi. 7,5 million 8 millionga buni onalarini o'zini bermaydi. Qaranglar. Bolalarini mana 2,5 million 3 million sotilyapti barralar. Ona bola bolasini ajratib olaman desalarning ham bo'laverar ekan, kelishilgan holatda ular uni telefon qilib o'zlarining qanaqa qilib olishga yo onasini yo bolasini ajratib olaman deganlarimiz bilan kelishilar ekan. Ekrandagi nomerga telefon qilsalaring ishlaringizni bitiramiz. Xudo xolasa. Mana jonivor, haqiqiy zo'rlar. 8 million 500 ming so'mni optimiga olaman degan akalarimizga bir joyga dastavkalar O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishlari bor. Telefon qilib aloqaga chiqarasizlar ekrandagi nomerga akalar. No qo'ylardan hammamizga 100 ta 200 ta boqish nasib qilsin qo'ylar qarang. Jonivorlar, maşalloh qo'ylar qarang. O'ta ham serob ekan jonivorlar. Xudo xolasa bizni kanalda kuzatishni davom eting. Bundan ham zo'rlarini chiqarib berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar qo'ylar qarang.